Pasosta nima uchun bu? Eshitmay ketyapti-ku bu. Bosh tortyapti, nima qilyapti? Nima qilish kerak? Ya sizga kirib ketdi. Mana O'zbekiston xalqi nima qilish kerak? Qiynalib ketdi. Ko'chalarda qancha, puli tugagani qancha? Konsulsiyadamiz. Nima qilyapti? Olib ketmaymiz deyapti. 8 mingta odam spiskaga kirgan hozir. 8 mingta odam. 8 mingta odam. Bugungi bilet anaqa bormikan? Haftada bir marta. Haftada bir martamikan reys? 8 mingga tashiguncha уже 2-3 oy o'tib ketadi. 8 mingtamikan spiskaga olmasmikan qolganlar? Oladi endi. Hech kim bilan ishingiz yo'qsiz. Ichkaridagilar xuddi shunday. Chaqirib hamma bosh ko'tarsa, ish balo qilinmaydi. Ya bu javob da bermadi. Pasportda bo'lib ochilgandan keyin yordam berish kerak-da bularning anaqasini vazifasi. Bo'lmasa hech kim chiqargan uni Mirziyoyev chiqardi, prezident chiqaradi bu qarorni. Bekorga 13 milliard pul ajratmadi Mirziyoyev. Hozirgi ahvol. Birorta musofirlarni qoldirmaymiz dedi. Televizordagilarga ishonmanglar. Har narsa ko'rsatadi. Televizorda har kuni ko'ndiryapmiz deb televizorda ko'rsatyapti ekan, rostdan mana. Har kuni o'zbeklarda toshyapmiz, o'zbeklarda olib kelyapmiz. Yolg'on, qayerda tashiydi? Ko'ryapsiz, gapga ham javob bermay ketishyapti-yu. Pasolstvada mana. Gaplashasiz kelmayapti. Gaplashib kelmayapti-ku. O'zbekistondan yozsa bo'lmaymi? Mana hozir televizorda haqiqat hozir men Prezident endi rost pasportda bo'lgandan keyin yordam berishga majburda bular. Shuning uchun pasportda-yu bular. Meni 21-da ukam o'lib qoldi-da, olamdan o'tdi. Men aytdim, iltimos mana shu uchun dokumentlarni olib keldim. Olib ketinglar meni. Mana shunaqa qiyin vaziyatda bilet bo'lsa, biletini ham sotib olaman dedim. Faqat ketishga majburman hozir desam, olib keling dedi. Shu bilan hozir kirib ketdi-da. Hech qanaqa WhatsApp-ga yozib, WhatsApp ham javob bermayapti-da. Lekin O'zbekistonda har doim, har kun televizorda o'zbeklarni ko'ndiryapmiz, olib kelyapmiz. O'zbeklarda hammasi kelmayapti-da bular, ishlagisi kelmayapti. mana Qonni to'q bilan qonni ochdi, nima ishi bor degan naql bor bu o'zbeklar. Pulligi bilan ishlashyapti. Prezident qarorini suiiste'mol qilishyapti bular. Bor. Mana u nima deydi? Men korrupsiyaga qarshi deyapti-yu. Korrupsiya o'zi mana shu yerda ekan, va o'zimizlarda korrupsiya. mana hozir mana shu ahvolda O'zbekistonga YouTube'ga chiqarib yuboramiz. Ko'rsin, mana shu yerda xalq mana shu qiynalyapti hozirgi. Bugunchisi necha? 23-mi? 23 soat necha bo'ldi? Puli yo'q. Soat necha bo'ldi? 11:47. 11:47 da mana shu yerda turibmiz mana. Kim bor? Hech qanaqa mana qiynalgan o'zbeklarni o'lib ketsin deb olib ketayotgani yo'q, hech kim bilsin. Virus bo'lsa ham shu Turkiyada virus bo'lib qolib ketdi. Mana shu O'zbekistonda hech qanaqa mana prezidentimiz qaror chiqargan bo'lsa ham hech kim olib ketayotgani yo'q. Ana kutmaylardi, ichkariga kirib ketishga ketaveringlardi bor. Mayli qo'yavering, qilsin. Hozir prezidentimizga boradi. Boradi bu narsa, bu xabar boradi. Tez tarqaladi bu xabar. Hech qanaqa gaplashgisi kelmayapti. Tarqatinglar bu xabarni. Eshityapsanmi, Dildora ko'pchilikka tarqatgan. Mana bora olmayotganim sababi, ataylab qilmayotganim sababi ham ko'rgin. Har bittasi. Ukamni ko'mishga yetib bora olmadim. Qanaqasi biz O'zbekiston musulmon deydi. Musulmon davlati deydi.